gapiring. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz mana bizning xonadonimizga xush kelibsizlar qizlarjonlar. Har birlaringizni, hammalaringizni oilangizga sog'lik, salomatlik, o'zlaringizga ham tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bundan tashqari qizlarjonlar, yaqinda biz 8-mart bayramini, 21-mart Navro'z ayyomini qolaversa, eng asosiysi mana shu guruhimiz tuzilganiga 5 yilligi bo'ldi. Mana shu 5 yillik bilan sizlarni tabriklaymiz. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Birdamligimiz, mehr-oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Mana bunaqangi o'tirishlarimiz juda ko'p bo'lsin. Endi qizlarjonlar mana juda chiroyli o'tiribsizlar. Mana bugun hammamiz sizlarning sharofatinglar bilan sumalak sayli qildik. Mana bugun kelin salomlar qildik. She'rlar o'tkazamiz. Xudo xolasa hali bundan keyin mana bu hozir 5 yillik bo'lgan bo'lsa, Xudo xolasa 10 yil, 15 yil, 20 yil, 30 yillab umrimiz oxirigacha mana shu hazoramizni bir bo'lagi bo'lib, mana shu go'zal Toshkent shahrida doim bir-birimiz bilan bir oiladek bo'lib yashaylik, bir oila bo'lib bir-birimizga mehr-oqibatli, do'st, qadrdon bo'lib, opa-singil bo'lib birga yashash hammamizga nasib etsin. Endi qizlarjonlar, mana hozir hammamiz bilamiz, urf-odat bo'lib qoldi, mana bunaqa challenge deydi, bir-birimizga sovg'alar berish, ulashish, shuni berishni boshlaymiz. Ba'zi bir qizlarimiz hozir uzrli sabablar bilan kela olmay qolishdi, lekin mana hozir ham yomon emas, 12 ta biza. Hozir 12 ta qiz bir-birimizga mana shunaqangi challenge qilib turib, demak, bir-birimizga sovg'alar ulashamiz. Shu mendan boshlasak birinchi. Boshlaylik. Birinchi xafa. Endi qizlarjonlar, challenger degani bu har bitta insonni o'zini bosh harfi bilan boshlanadigan narsa bilan boshlanar ekan. Sovg'alar shunaqa ekan. Endi mana shu o'tib demak, ma'ni otim tilovat bo'ladigan bo'lsa T harfi ekan. Endi qarang qizlar, shunchalik chiroylimiz, hammasi yaxshida, kiyimlaringiz chiroyli, liboslaringiz chiroyli, yurish turishingiz chiroyli. Agar sochingiz besaramjon bo'lsa, nima kerak bo'ladi? Doim mana qarangda, birontasi kelyapti, juda chiroyli kiyingan, zo'r, yaxshi, lekin sochi bir balo bo'lyapti, bo'ladimi endi? Bo'lmaydi-da. Demak, o'sha uchun men har biriz uchun mana shu Go'zallik bir timsoli. Qarang. 1 Qo'l to'xtating. 2 Yo'q hali. 5 6 7 8 9 11 o'zim bilan 12. Qani deb. Chiroyli bo'lib, sochlaringiz taraf chiroyli bo'lsin. Biz kimlarimiz ham qo'ylar. Hindistonlik sochingiz tarafdir. Laslanani ismi Chinnigul, Ch harfidan boshlanadi. Men sizlarga cho'mich olib keldim. Tilla cho'mich har ovqat suganda meni yeydilar. Ish kerak edi. Mağluda ismiga olib keldim. Sizlarga palatka, maska. Yaxshi bo'lib yurishlaringiz uchun. Oilada bitta maska. Yana kelyapti ekan. Oilada kimga? Yuzga qo'yilgan. Ay, men qo'lim ko'rmay qolamiz. Birdan qo'yamizmi? O'ziga. Sizga ham olasiz. Ortiqcha olganlar-da. Oxiri tel, ibodat. Shuning uchun idish oldim.
to'g'ri oldim. Ertaga qo'ysangiz. Ana olinglar. Narsalarni yig'averish, to'ldiraman. Soğukda soğukatmayla, yozda qora bemeyle. Qarang, o'zi hech qachon birovni rizqini birovni qilolmaydi-ku. Ko'rdingizmi, mana ikkalasi kelmaydi. Bular o'zimiz nasib bo'ladi. Shunaqa. Endi kim uribmanmi? Ha, Gulbahor. Endi Gulbahor. Eshtinglar. Oğullar, bora-bora Zulfiya opa. Mani ismim Dilfuza, ismimga moslab sizlarga diplom taxlab keldim. Endi so'zlarimdan yozib keldim. Yo'q, mayli sizga. Sizga. Tilab qolamki. Mani kichik desam. Hazoramning aziz va betakror xotin qizlariga dil so'zlarim. Bugun bizning guruhimizga ro'ppa-rosa 5 yil bo'libdi. Shu vaqt ichida kimdir ozib ketdi, kimdir semirib ketdi. Lekin hammamiz yanada chiroyli, aqlli va tajribali bo'lib keldik. Bu guruh nafaqat suhbat joyi, balki sirlar sandig'i, kulgi manbai va ba'zan psixologik yordam markazi ham bo'lib xizmat qildi. 5 yil davomida kosmetika maslahatlari berildi, retseptlar almashildi, yangiliklar muhokama qilindi va albatta rosa kuldirildi. Yana shunday quvnoq, ahil va doim birga bo'lib yuraylik. Guruhimizga yana uzoq umr, bizga esa sabr va chiroy tilaymiz. 5 yilligimiz muborak bo'lsin. Aziz va betakror Hazoramning xotin qizlari. Alloh mo'jizasi, mohisan ayol. Shodlik malikasi, shohisan ayol. Buyuklikda sening tengi yo'q. Olamning baxtisan, taxtisan ayol. Xonadonlarga bitta tilak bildirmoqchiman. Ilohim baxt o'psin peshonangizdan. Omad har kun kirsin ostonangizdan. Davlat ortingizdan ergashib yursin. Do'st
sizlar arimasin koshonangizdan. Beşiklikka uyuyor tutuzdan mı? Ana doktorlarni birinchi anaqasi nima bo'ladi? Har doim sovringa e'tibor berish kerak bo'ladi. Tishlarimizni yuvishimiz kerak. Zublarshapka bu. Otiskasi ip. Zagonkasi bor. Hammasi C harfiga mana Safiya, har doim shirin, shakarli taomlar hammalarga bittadan yana bitta. Mama. Olasizlar. Nimaga unda qarg'iga? Naski. Lola, L harfiga Yangi harf. Mana bular. Mening ismim Dilfuza. B harfiga to'g'ri savollarni olib keldim. Doim приятно bo'lib yurishlaringiz. Lekin diplom zo'r chiqdi. Diplomga gap yo'q. Hammasi zo'r. Hammasi barakasini bersin. Bo'lgan bugun Talajon biza ko'pdan buyon kutayotgandik. Mana keldilar, o'rtoqlari bilan avvalo xush kelibsiz Talajon. Biza nafaqat oilaviy, mana shu hammamiz sizni muxlisiz biza. Har bir chiqishingizni, har bir kino bo'ladimi, siz haqingizda boshqa narsalar bo'ladi, hammasi biza joni dilimiz bilan qabul qilamiz va sizni faxrimizni xudo xolasa mana shu O'zbekistonning yulduzi bo'ling deb niyat qilamiz. Avvalambor ikkalanglar ham xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizni shunday o'stirgan, shunaqa tarbiya bergan onajoningiz Mavludajonga rahmatli Islom akalarni hammamiz hurmat qilaylik. Avvalambor ularni hammalari sog' salomat bo'lsin. Mavludajon, mana shu bolangiz vaqti bolani ko'ring. Xonadonlarga kelinlar nima deydi yana nevaralar ko'paysin, xudo xolasa. Mana biz nimani ko'rdik, Hindistonnikini nima edi? Kelinkiyovlar. Yo'q, bularniki. Vaqtida o'shani biz boshidan oxirigacha faqat sizga muxlis bo'ling. Birinchi o'rin sizniki edi, g'oliblik sizniki. Har doim mana shunaqa g'oliblik shpasi. Mana shunaqa g'oliblik shpasi hech ham tushmang. Baland ko'tarilsangiz ko'taring, hech qachon tushmang. Faqat bitta she'r, bitta qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lar. Raqsga kiradi. Assalomu alaykum. E'tiborga chaqirganingiz
har safar shunaqa o'tirishligiga man havas qilaman. Necha yil oldin kelgan bo'lsam, niyat qilganman, onamni olib kelib, Toshkentda nima deydi, Baxt Kamolov bizni ko'rsatdilar deb. Onam endi kelganlardan buyon faqat baribir Navoiyni qo'msaydilar. Mana sizlar bilan qo'shilib, necha yildan buyon birga yuribdilar. Mana sekin ko'ngillari ochilib, mana bemalol Toshkentga moslashdilar. Shundan xursandman. Shunchalik o'rtoqlari, shunchalik opa-singillari, ziyoli, o'qimishli, nima deydi, xushchaqchaq, aktiv ayollar bilan shunaqa opa-singil bo'lganlarga juda ham xursandman. Bir-biringlarni shunaqa ko'ngillarni olib, shunchalik Hazoradan kelib Toshkentdagi joyga soatga qilib o'tirish har kimga ham emas, to'g'risi. O'sha yerdan kelib o'qib, shunchalik darajaga yetish, misol san'atdan shunchalik darajaga yetish ham unchalik har kimga emas. Shuning uchun Allohim bizga shunaqa nima qilgan, e'tibor bergan ekan. Hammasiga rahmat, sizlarga katta rahmat. Qo'ldan kelgancha xizmatlaringizni o'ylamiz har gal. Sog' bo'ling. Tashqi aytmay ham kelib qolaveramiz. Shu qiziqda bugun kecha ham xudo xohlasa yaxshi o'tadi degan umiddamiz. Agar o'z operatorlar yaxshi bo'lsa, keyin o'yin kulga qo'yamiz. Albatta. Albatta. Sog' bo'lsin, sizlarni hammanglarga hurmatim cheksiz, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xizmat beramiz. Zo'r, nimaga? O'xshab bitirganda. Qaranan sizlar nega? Ha, namozjon hammasini oling. Malades, qarang. To'y rasmiy gap yo'q. Aman yo'qdi o'ziga. Namozjon shundan yo'q desa ya. O'g'lim biza haqiqiy diplom. Haqiqiy. 5 yil diplom o'ynab. Rasm qilolmadik yo'qda. Ha, juda zo'r bo'ldi bu. Albomdan ham zo'r. Gap yo'q. Zulfiyani qarang. Kim bilan tushgan deysiz? Bitta Hamma dahshat. Endi bu taraf diplomni o'qib beraymiz. Güzel xotin qizlar, o'qituvchi mikrofon bermaylar-da, keyin to'xtatolmaysiz. Go'zal xotin qizlariga ushbu sertifikat taqdim etiladi. 5 yil yubiley munosabati bilan guruhingiz hammasi joyida. Unvoniga sazovor bo'ldi. 5 yillik a'zolik muvaffaqiyatli yakunlandi. Guruh gap va g'iybatga ishtirok etildi. Choy ichish va memlarni bo'lishish bo'yicha ekspert darajangiz 5. Hammasi joyida. Gap bor. Mukammalmi? Kulgi qahramoni Ahmedova Dilfuza Umatovna. Sizlarga tabassum ko'rsam bo'ldi, mamnuniyatim shu edi. Hammaga o'zini rasmi yoqdan juda xursand. Rahmat.